sizlikdan ko'ra man sal ana ochishni tavakkalchilik. tarafdoriman va adaptatsiya qildirish. Ya'ni parallelni adaptatsiya qildirish. Xo'p, mana ochdik ham deylik. Xo'p, odamlarni bunga to'g'ri ma'noda tushuntirib o'qita oladigan, ularga yetarli o'sha ma'lumot, bilim, ko'nikmani bera oladigan salohiyat kadrlar bormi? Bor. Qana nima qilmoqchiman? Hozir bitta loyiha ustida ishlayapmiz. Bu qanaqa loyiha? Faqat men Dubayda qatnashaman. Blockchain Live, katta forumlar bo'ladi. Bitcoin Mina, juda ham katta forumlar bo'ladi. Hozir oxirgisida Binance'ning boshlig'i Sizi keldi. Trumpning o'g'li Erik Trump keldi. Почетный go'sht ulardan eshitdik. O'zimizning o'zbekistonlik insonlar ham bor. GDI'ning egasi, o'zimizning o'zbek akamiz Angliyada faoliyat yuritadilar. Milliard kompaniyaning egasi. Founderlardan. Men nima demoqchiman? Biz ham men ham O'zbekistonda qilmoqchiman. Chunki hamma rahbarlari bilan gaplashdim. Suining rahbari, Solana blockchainning rahbari, hammasini taniyman, Xudoga shukr. Aloqalar juda ham yaxshi, chunki faqat men e'tibor berganim biznesda bu aloqalar va reputatsiya. Shu narsalar orqali men shunaqa aloqalar qilishga erishdim va O'zbekistonda KXda